Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gap nimani anglatadi? Bu sizning pensiyangiz, ish stajingiz, nafaqa pulingiz, ijtimoiy to'lovlaringiz va kelajakdagi huquqlaringizga qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu hozir ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, uy bekkalari norasmiy ishlayotganlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari va yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan barcha odamlar uchun juda muhim. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sabab odam yillar davomida ishlagan stajini isbotlay olmay qolishi yoki pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday masalalarni oddiy tilda hujjatlar va amaliy qadamlar bilan tushuntirib boraman. Avval eng muhim narsani aniqlab olaylik. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gapni ko'pchilik endi pensiya berilmaydi, pul yo'qoladi, pensionerlar nafaqasiz qoladi deb tushunishi mumkin. Men buni aniq aytaman. Odatda bunday xabarlar tashkilotning nomi, bo'ysunuvi, funksiyasi yoki boshqaruv tizimi o'zgarayotganini anglatadi. Ya'ni eski tartibdagi pensiya jamg'armasi tugatilishi, boshqa agentlik yoki vazirlik tarkibiga o'tkazilishi, xizmatlar elektron tizimga ko'chirilishi, ayrim vazifalar boshqa idoralarga berilishi mumkin. Lekin bu odamlarning qonuniy pensiya huquqi o'z-o'zidan yo'q bo'ldi degani emas. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya masalasida tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilardi. Kimdir yoshga doir pensiya tayinlatadi, kimdir nogironlik pensiyasi, kimdir o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kimdir ijtimoiy nafaqa masalasida borardi. Hujjatlar qog'oz shaklida yig'ilardi. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, pasport, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri bo'yicha ma'lumotlar, arxivdan olingan tasdiqlar. Ko'p holatda odam bir hujjat uchun bir necha tashkilotga qatnardi. Endi nima o'zgaryapti? Davlat organlari raqamlashtirilmoqda. Pensiya tayinlash jarayonida ma'lumotlar soliq bazasi, mehnat shartnomalari bazasi, bandlik tizimi, fuqarolik holati dalolatnomalari, arxivlar, banklar va boshqa idoralar bilan elektron almashilishi kuchaymoqda. Shuning uchun eski qog'ozcha yondashuv asta-sekin kamaymoqda. Mana shu jarayonda jamg'arma yopildi. Boshqa tashkilotga qo'shildi. Funksiyalar o'tdi degan xabarlar chiqadi. Odamlar esa mening pensiyam nima bo'ladi deb xavotirga tushadi. Men ekspert sifatida sizga aytadigan asosiy fikrim shuki, tashkilot o'zgarishi mumkin, lekin sizning stajingiz, badal to'lagan davringiz, qonuniy pensiya huquqingiz va tayinlangan to'lovlaringiz hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa himoya qilinadi. Ammo muammo shundaki, hammaning hujjati to'liq emas. Aynan shu sabab bugun har bir odam hoziroq o'z staji, ish haqi, rasmiy bandligi va elektron ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Endi kimlar eng ko'p xavotir olishi kerak? Kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh pensiyaga chiqishiga 1 yildan 5 yilgacha vaqt qolganlar. Masalan, erkak kishi entakisi yoshda, ayol kishi 30 yoshda bo'lsa, bu odamlar uchun har bir oy muhim. Siz men o'tgan yil ishlaganman, muammo bo'lmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin amaliyotda shunday holatlar ko'p uchraydi. Odam 1995 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan, arxivga hujjatlar to'liq topshirilmagan. Mehnat daftarchasida muhr xira, buyruq raqami yo'q, ish haqi ma'lumotnomasi topilmaydi. Natijada 10 yil staj bor, lekin uni isbotlash qiyin bo'ladi. Agar siz buni pensiya yoshiga yetganda tekshirsangiz, vaqt ketadi, asab ketadi. To'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun hozir tekshirish kerak. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar yoki maoshining bir qismi konvertda berilganlar. Masalan, odam 15 yil qurilishda ishlagan, oyga 5 million so'm olgan. Lekin rasmiy ish haqi 1 million so'm ko'rsatilgan yoki umuman mehnat shartnomasi bo'lmagan. Pensiya hisoblanganda davlat og'zaki gapga emas, rasmiy hujjatga qaraydi. Agar soliq va ijtimoiy badallar kam ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiya ham kam chiqishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun emas, real hayotdagi xavfni tushuntirish uchun aytyapman. Bugun 5 million topayotgan odam baribir kunim o'tadi deydi. Lekin 6 yoshga borganda 3 yil mehnat qilgan bo'lsa ham rasmiy staji kam chiqib qolishi juda achinarli. Uchinchi guruh chet elda ishlayotgan yurtdoshlarimiz. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlayotganlar ko'p.
Savol: bu davr O'zbekistonda pensiya stajiga kiradimi? Bu masala xalqaro shartnomalar, rasmiy bandlik, sug'urta badallari, hujjatlar va davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga bog'liq. Masalan, odam 8 yil chet elda ishladi, lekin hech qayerda rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, faqat naqd pul olgan. Keyin pensiya yoshida men ishlaganman desa, buni isbotlash juda qiyin. Agar u rasmiy shartnoma bilan ishlagan, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'lgan, ish beruvchi ma'lumotnoma bergan bo'lsa, hujjatlarni tayyorlab qo'yish imkoniyati ancha yuqori. 4-guruh. Akka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, dehqon xo'jaligi a'zolari. Bu odamlar ko'pincha men ishlayapman-ku, demak staj bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida staj uchun faqat faoliyatning o'zi emas. Ko'pincha belgilangan tartibdagi to'lovlar, ro'yxatdan o'tish va ma'lumotlarning tizimda aks etishi muhim. Masalan, ayol kishi uyda tikuvchilik qiladi, mijozlari bor, daromad topadi, lekin o'zini o'zi band qilmagan. Hech qanday rasmiy to'lov qilmagan. 10 yil o'tgach, u bu davrni staj sifatida ko'rsatmoqchi bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Aksincha, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib kerakli to'lovlarni qilsa, kelajakdagi huquqini himoya qilish imkoniyati oshadi. 5-guruh ayollar, ayniqsa farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari borlar. Ko'pchilik onalar bolalarni tarbiyalash sabab ish faoliyatida tanaffus qiladi. Ayrim davrlar qonunchilikka ko'ra stajga qo'shilishi mumkin. Ayrim davrlar esa aniq hujjatlar talab qiladi. Masalan, ayol 3 nafar farzandni tarbiyalagan, 7 yil uyda bo'lgan, keyin ishga qaytgan. U uyda bo'lgan yillarim ham hisoblanadi deb o'ylaydi. Lekin qaysi davr, qancha muddat, qanday shartlar bilan hisoblanishi qonunda ko'rsatiladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ish joyidan buyruqlar, mehnat ta'tili haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjat yo'q bo'lsa hisoblashda tortishuv chiqadi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz so'nggi yillarda rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ish haqingiz bank orqali o'tayotgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimida aks etayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz yuritilayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin kam degan umuman tekshirmang degani emas. Men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki tizimda ism xato yozilishi, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lishi, eski ish joyi kiritilmagan bo'lishi, arxiv ma'lumotlari yetishmasligi mumkin. Birinchi misol, Akmal aka 59 yoshda. U 1990 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan, keyin bozorda salan, keyin savdo qilgan. 2015 yildan beri rasmiy qorovul bo'lib ishlaydi. U o'zini 30 yillik mehnat stajiga ega deb hisoblaydi. Lekin tekshirilganda zavoddagi 10 yil mehnat daftarchasida bor, ammo ish haqi ma'lumotlari arxivda to'liq emas. Bozordagi 15 yil esa rasmiylashtirilmagan, to'lov qilinmagan. Natijada pensiya hisobida faqat tasdiqlangan davrlar olinadi. Akmal aka agar oldindan arxivga murojaat qilsa, zavod bo'yicha buyruqlarni, ish haqi qaydnomalarini guvohlar orqali tasdiqlash imkoniyatlarini izlaydi. Agar pensiya kuni kelganda boshlasa, kechikadi. Ikkinchi misol, Dilbar opa 54 yoshda. U 20 yil maktabda ishlagan, 5 yil farzand parvarishida bo'lgan, keyin xususiy bog'chada ishlagan. Maktab davri yaxshi rasmiylashtirilgan. Lekin xususiy bog'cha uni faqat yarim stavka qilib ko'rsatgan. Maoshining qolganini naqd bergan. Pensiya hisobida rasmiy maosh past bo'lgani uchun to'lov ham kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Dilbar opa hozir ish beruvchidan mehnat shartnomasi, buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini talab qilishi kerak. Uchinchi misol, Jahongir 35 yoshda hali pensiyaga ancha bor deb o'ylaydi. U 7 yildan beri ustachilik qiladi, yaxshi daromad topadi, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Men bunday odamlarga doim aytaman. Pensiya masalasi faqat qarilik masalasi emas. Bu sizning mehnatingizning yuridik izi. Bugun rasmiylashtirsangiz, kelajakda nafaqat pensiya, balki kredit, ipoteka, subsidiyalar, kasallik varaqasi, ijtimoiy himoya kabi masalalarda ham sizda isbot bo'ladi. Endi qoidalar ichidagi istisnolar. Odamlar ko'p bilmaydigan nozik joylar va eng xavfli tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala, tashkilot yopilgani hujjat yo'q degani emas. Ko'p odam korxonam 2002 yilda yopilib ketgan. Endi hech narsa qila olmayman deb o'ylaydi. Aslida korxona tugatilganda hujjatlar arxivga topshirilishi kerak. Tuman, shahar, viloyat arxivlarida buyruqlar, shaxsiy tarkib hujjatlari, ish haqi qaydnomalari saqlangan bo'lishi mumkin. Lekin hamma korxona tartibli topshirmagan.
Shu sabab arxivga erta murojaat qilish kerak. Arxivdan javob olish ham vaqt oladi. Ba'zan 15 kun, ba'zan 30 kun, ba'zan undan ko'proq. Agar hujjatlar boshqa hududga o'tgan bo'lsa, yana vaqt ketadi. Ikkinchi nozik masala, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Mehnat daftarchasida lavozim qabul qilingan sana, bo'shagan sana yozilgan bo'lsa yaxshi. Lekin muhr bo'lmasa, imzo noaniq bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayrim odamlarning daftarchasida qabul qilindi bor, bo'shatildi yo'q. Bunday holatda stajni aniqlashda savollar tug'iladi. Uchinchi nozik masala ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda turmush qurgandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasi bir familiyada, pasport boshqa familiyada, diplom uchinchi shaklda bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgargani haqidagi hujjat yo'q bo'lsa, tizimda hujjatlarni bog'lash qiyinlashadi. Masalan, Karimova Dilnoza bo'lib ishlagan, keyin Tursunova Dilnoza bo'lgan. Arxiv ma'lumotida eski familiya chiqadi. Buni ulash uchun hujjat kerak. 4-nozik masala ish haqi yuqori bo'lgan davrlarni tanlash. Pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat staj, balki ma'lum davrdagi ish haqi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat stajni o'ylaydi, lekin ish haqi ma'lumotlarini e'tiborsiz qoldiradi. Agar sizning 2008-2012 yillarda maoshingiz yaxshi bo'lgan, lekin ma'lumotnoma olinmagan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylaridan nafaqat ishlagan degan ma'lumot, balki ish haqi haqidagi ma'lumotlarni ham yig'ish kerak. 5-nozik masala. Qarzdorlik va to'lovlar. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs ayrim to'lovlarni vaqtida qilmagan bo'lsa, keyin men faoliyat yuritganman degan yetmasligi mumkin. Qaysi davr uchun to'lov qilingan, qaysi davr bazada aks etgan, qaysi oylar hisobga kiradi, buni oldindan tekshirish kerak. Agar qarzdorlik bo'lsa, uni qanday yopish, qaysi to'lovni amalga oshirish, qaysi davr hisobga olinishi bo'yicha mas'ul idoradan yozma tushuntirish olish foydali. 6-nozik masala tayinlangan pensiya ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan holatlar. Agar keyin qo'shimcha hujjatlar topilsa, ayrim vaziyatlarda pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun murojaat qilish mumkin. Masalan, pensioner 3 yil oldin pensiyaga chiqqan, lekin o'sha paytda 1994-1998 yillardagi ish haqi ma'lumotini topa olmagan. Keyin arxivdan hujjat topildi. U endi kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Qonunchilikdagi tartibga ko'ra murojaat qilib, qayta hisoblash imkoniyatini tekshirtirish kerak. 7-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiya jamg'armasi yopilyapti, tezda pul to'lang, hujjatingizni qilib beramiz, staj qo'shib beramiz, pensiyangizni oshirib beramiz degan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga naqd pul bermang. Hujjatlaringiz nusxasini begonalarga tarqatmang. Pasport ma'lumotlari, bank karta raqamlari, SMS kodlarini bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazi, vakolatli organlar, rasmiy portal va yozma murojaat orqali hal qilinishi kerak. Endi eng muhim qism, siz hoziroq nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizda jadval oching. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, tashkilot nomi, lavozimingiz, ishga kirgan va chiqqan sanangiz, taxminiy oylik maoshingiz, rasmiy yoki norasmiy ishlaganingizni yozing. Masalan, 1992-2004 Bunyodkor MSJ hisobchi yordamchisi rasmiy, 2005-2009 savdo norasmiy, 2010-2002 maktab o'qituvchi rasmiy. Shunda qaysi davr xavfli ekanini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda barcha ish joylari yozilganmi? Qabul va bo'shash sanalari bormi? Muhr va imzolar bormi? Tashkilot nomlari aniqmi? Familiya o'zgarishi qayd etilganmi? Agar daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, darhol tiklash masalasini boshlang. Eski ish joylari, arxivlar, buyruqlar, shaxsiy varaqalar, ish haqi qaydnomalari orqali tiklash mumkin. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki rasmiy elektron portal va ilovalar orqali mehnat faoliyati, soliq to'lovlari, ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar. Pensiya bilan bog'liq elektron yozuvlar bor yo'qligini ko'ring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang, lekin shaxsiy parollar,
va SMS kodlarini ishonchsiz odamlarga bermang. Eski ish joylaringizdan ma'lumotnoma oling. Agar tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Sizga ishga qabul qilingan va bo'shagan davr, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi ma'lumotlari kerakli bo'lishi mumkin. Murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Ariza yozing. Menga falon davrda ishlaganim va ish haqim to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasi bilan saqlang. 5-qadam. Tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar arxiviga boring. O'zingiz ishlagan korxona nomini, taxminiy yillarni, lavozimni ayting. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi. Agar bor bo'lsa, eski buyruq yoki ma'lumotnomalarni olib boring. Arxivdan ishlaganlikni tasdiqlovchi ma'lumot va ish haqi ma'lumotlarini so'rang. Agar arxiv hujjat topilmadi desa, yozma javob oling. Bu keyingi murojaatlarda kerak bo'ladi. 6-qadam. Familiya, ism, otasining ismi bo'yicha hujjatlarni tartibga keltiring. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat. Tug'ilganlik guvohnomasi, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini tekshiring. Agar hujjatlarda bitta harf farq qilsa ham, masalan, Gulnora bir joyda Gulnora bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatlarda fuqarolik holati dalolatnomalari organlari orqali tuzatish kiritish kerak bo'ladi. 7-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashtiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Menga hozir pul kerak, pensiya keyin deb o'ylamang. Rasmiy maosh sizning kelajakdagi huquqingiz. Agar ish beruvchi rasmiy qilmayman desa, bu siz uchun xavfli signal. Kamida o'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. 8-qadam. Chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni saqlang. Mehnat shartnomasi, ruxsatnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi. Soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, bank orqali olingan ish haqi tasdiqlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Chet eldan qaytgandan keyin olaman demang. Chunki ish beruvchi yopilishi, manzil o'zgarishi yoki hujjat olish qiyinlashishi mumkin. 9-qadam. Pensiyaga yaqin bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya yoshiga yetishni kutmang. Kamida 6 oy yoki 1 yil oldin mas'ul idoraga borib, stajingizni oldindan tekshirtiring. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi davr tasdiqlanmagan, qaysi ma'lumotni arxivdan olish kerak. Bularni bilib oling. Bu sizga vaqt yutadi. 10-qadam. Barcha hujjatlarni bitta papkaga joylang. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari, soliq to'lovlari, o'zini o'zi band qilganlik yoki tadbirkorlik hujjatlari, bank rekvizitlari alohida tartibda tursin. Nusxalarni ham qiling. Telefoningizga rasmga olib saqlang, lekin begonalarga yubormang. Yana bir muhim maslahat, har qanday murojaatni yozma qiling. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Agar idoraga borsangiz, ariza qoldiring. Agar javob berishsa, yozma javob so'rang. Agar rad qilsa, sababini yozma so'rang. Chunki yozma javob bilan yuqori tashkilotga, davlat xizmatlari markaziga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. Demak, pensiya jamg'armasi yopilyapti degan xabarni vahima bilan emas. Hujjatlarni tartibga keltirish uchun signal sifatida qabul qilish kerak. Tashkilot nomi yoki tizim o'zgarishi mumkin, lekin sizning pensiya huquqingiz hujjatlar, rasmiy staj, to'lovlar va elektron ma'lumotlar bilan himoya qilinadi. Eng katta xavf pensiyaning o'zi yo'qolishi emas, balki odamning o'z mehnatini vaqtida isbotlay olmasligidir. Men sizga aniq aytaman. Bugun mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Eski ish joylaringizdan ma'lumot oling. Arxivga murojaat qiling. Norasmiy ishni rasmiylashtiring va barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Bu ishlarni hozir qilsangiz, ertaga pensiya tayinlash jarayoni ancha oson bo'ladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, stajingiz topilmagan, arxivdan hujjat ololmagan, pensiya miqdori kam chiqqan yoki qaysi hujjat kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga, chet elda ishlayotgan qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z haqqini himoya qila oladi.